Assalomu alaykum. Men G'ochiyeva Bonu Zulfiya nomidagi davlat mukofoti adabiyot yo'nalishi bo'yicha sovrindorman. Bugun ustoz ijodkor Xolmuhammad Karimiyning Mushtipar nomli hikoyasi haqida sizlarga ozgincha fikr bildirib o'tmoqchiman. Bu tandirdan uzilgan, endigina tandirdan uzilgan, hali ijodkorning shukuhi, nafasi sovib ulgurmagan hikoyada meni ancha o'ylantirib qo'ygan tasvirlar, g'oyalar, kulminatsiya nuqtalar bor. Endi olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda qahramon Bibish, Mushtipar hisoblangan Bozorgonning go'zal qizi. Bozorgon kim? Bozorgon qahramon sifatida Bibishning otasi bo'lsa, uning Norqobil degan o'g'li bor. Demak, voqea markazida 3 ta qahramon bor. Bozorgon boy, o'g'li Norqobil va uning go'zal qizi. Bu yerda aynan Mushtipar deb atalishidan maqsad Bibishning go'zalligi va uning oshiqlari ko'pligi. Shu bilan bir qatorda Bibish nima qilsa ham o'zining hayotiga o'zi javob bera olmasligiga keltirilgan. Nega degan savol tug'iladi. O'sha davrlarda kelgan qahatchilik, ocharchilik yuzasidan odamlarda oltindan, kumushdan ham, nomusdan ham qimmatroq narsa boshlandi. Bu nima edi? Bu o'z vaqtida ko'rib bo'lmaydigan yoki bo'lmasa ko'rsangiz ham ko'rmaslikka oladigan jarayonlar. Insonlardagi mehr-oqibat tushunchasining yo'qolib borishi, qorin to'ydirib qolish uchun, tirikchilik uchun, yashab qolish uchun kurashlar boshlandi. Va shunday kunlarning birida boyning o'g'li Norqobil bir savdogarning eliga boradi. Bu savdogar ayyor savdogar edi. Oshig'i ko'p va shu bilan birgalikda o'z elatining yigitlari o'shib, or-nomus talashayotgan Bibishni donga alishish. Bu qanchalik to'g'ri edi? Bu Mushtipar hikoyasida nimani o'zida keltiradi deb o'ylaysiz? Albatta, bu qizning qismati o'zida emas. Achinarli. Aka noiloj qoldi. Xalqini to'ydirish kerak. Aka boyning shartiga rozi bo'ldi. Ya'ni boy shunday shart qo'ydi. Oltin va kumush yetmaydi bizning donimizga. Biz qarindosh bo'lamiz. Sizga kuyov bo'lmoqchiman deya o'zidan bir necha yosh kichkina qizga uylanmoqlik taklifini o'z akasiga bildirdi. Qizning akasi majbur elatni asrab qolish uchun singilni boyga berdi. Va natijada nima bo'ldi deb o'ylaysiz? Bu yerda qahramon Mushtipar Bibish edi. U o'zining qismatini o'zi hal qila olmadi. Na oshiqlariga qiyo boqdi va oxir-oqibat o'zi bilmagan holatda o'zi tanimagan bir insonga yor bo'ldi. Bu kulminatsiya nuqta emas. Bu boshlanish. Kulminatsiya nuqtaga keladigan bo'lsak, ocharchilik Bozorgonni ham olib ketdi. Norqobilni ham ketdi. Norqobilning Elbek degan o'g'li endi sahnaga keldi. Elbek. U donga ketgan amma. Donga ketgan go'zal bir suluv, ertaklarga aylangan go'zal bir suluvni ko'rishga boradi. Ammasini ko'rishga yo'lab boradi. Qarabsizki, mana shu joyda u kimni ko'radi? Mushtipar emas. Qalbi tosh, begona bir ayolni ko'radi. Ertaklarga aylangan, mehribon, go'zalligi dunyoni tutgan deya ta'riflangan amma oddiy bir et va suyakdan iborat bag'ritosh bir ayol edi. Va Elbek bu yerdagi jinlar bazmi deya atagan ko'ngil xushtorlik, saroydagi hayosizlik, sharmsizlik natijasida u shunday qarorga keldi. O'z yurtiga olib ketayotgan amma va jiyanini to'xtatib, ammaga shunday shart qo'ydi. Bolang biz bilan ketmaydi. Kulminatsiya nuqta mana shu yerda edi. Nega? Chunki Elbek or bildi. Elbek bu yerdagi faxshni, bu yerdagi
sharmsizlikni elatiga olib borgisi kelmadi. O'zining yurtiga olib borgisi kelmadi. Otasi ammani mushtipar qilgan yurtga, ammani begona qilgan yurtga u shunday shart qo'ydi. Amma farzandim ketmasa men ham keta olmayman deya hushidan ketdi. Farzand qoldi, Elbek elatiga ot haydab ketdi. Ammani, ya'ni bibishni esa askarlar boyga yetkazish uchun olib ketishdi. Bola mana shu joyda bir o'zi qoldi. Hamma o'z yurtiga talpingan holatda bola ham dashtning o'rtasida qoldi. Mana shu hikoyaning yakuniy nuqtasi. Endi olingan xulosa nima bo'ldi? Olingan xulosa nega aynan hikoya mushtipar deb atalishi haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Mushtipar u taqdirini hal qila olmadi. Ayol o'z taqdiriga o'zi javobgar bo'la olmadi. Akaning qilmishi va o'sha akaning o'g'lining g'ururi mana shu joyda to'qnashish oqibati hisoblanadi. Mushtipar deya atalishi har bir ayol mushtiparligi, taqdirini o'zi hal qila olmasligi keltirilgan bo'lsa, bu yerda g'urur masalasi aynan ota va o'g'il obrazi asosida kelyapti. Ota bir zamonlar hadya qilib ketgan ammani o'g'il o'z yurtiga olib ketishni ori bildi. Mana shu joyda avlodlar almashinuvi, avlodlarning to'qnashuvi ko'rinmoqda. Ustoz ijodkor Xolmuhammad Karimiyning ushbu hikoyasini o'qishni tavsiya etaman.